Assalamu alaikum. Qadarli qarindoshlar. Bu uzundan beri biz tadbiriy sen derslerini qilmay qolgan. Shu planlab kelayotgan qo'lamda bir kitob botdi, İmamlar va Sultonlar deb o'zimiz tarjima qilgan. Mustafa Islamovniki. Shu kitobni o'qishni boshlaymiz birlikda o'yinimiz. O'qiganlarimni Facebook'ka, YouTube'ga ve tedbiriy radyoga yollab durma qarindoshlar. Şəhidin tanışsanlar veya kitapni torkitap.com degan Facebook betimizga kirib şəhidin tushirib olsanglar bo'ladi. Unda olsa men kitapni boshlayman. Bismillah deb. İmamlar ve Sultanlar yozuvchisi Mustafa Islamoğlu. Tercüme qiluvchilar Batur Qaraxalli, Abdulaziz Beshto'g'roq. Kitobning mundarijasini bir qata o'qib o'taman. Kirish so'z. Birinchi bob İmamlar ve Sultanlar. Saltanatning qisqacha tarixi, nabaviy yo'l, diniy yetakchilikning dunyoviy yetakchilikdan ayrilishi, ibtidai ilmanizm. Siyasi yetakchilikning dini rehberlikka yetakchilik qilishi. Ayrılıp çıkan siyasi yetakchilik ve simovullashgan halibilik. Babi Humayun'dan ütüp mecliste gayip bo'lgan halibilik. Qaysi İslam devleti. Saltanatning tarixi arx görünüşü. Nübüvvet ve saltanat. Halibilik ve saltanat. İmamet ve saltanat. Ötkünçü devir. Yöneliş özgertken halibelik. Hocur bin Adi. Atıdım Balığa. Hüseyin bin Ali. Muaviye bin Yazid. Abdullah bin Zubeyr. Said bin Cübeyr. Ömer bin Abdülaziz. Zeyd bin Ali. Muhammed ve İbrahim bin Abdullah. Parçalangan ümmet. Suallar ve izipleşken cevaplar. Terabbazlık. Hazreti Ali ashabi ve ulanın Şia'ga ayrılışı. Hazreti Osman Şiası ve Murcia'ga ayrılışı. İnkasla. Havarişla. Haruriye. Mutezile. Hulasa. Bu birinci bab 183. betkiçe hulasa. 190. betkiçe. İkinci bab İmam Ebu Hanife. Tarihi ve biz. Tarihe aylangan akide ve akidege aylangan tarih. Tarih ve emel. Aşkulluk ve susluk arasında. Mezheplik mi, mezhepçilik mi? Mezhepnin rolü. İmam Ebu Hanife'nin hayatı. Kufa. Bovudun Nevrige. Emeviler devri. Abbasiler devri. İmam Ebu Hanife'nin şehadeti. Mustakil şeriat kengişi. Siyaset ve İmam-ı Azam. Yetekçilik. Din ve siyaset. Nüfuz ve hakimiyet. Meşruiyet. İctihat ve saltanat. Bey'et ve şartları. Zalim ve fasıkның hakimiyeti. Emr bil ma'ruf ve nehi anil münker. İsyan hakkı. Hatime. Bu kitap 282 bet kolumuzdaki. Bu kitapta nima uchun o'qiydigan bo'ldim degan chaqda Ebu Hanife to'g'riliq yozilgan yaxshi bir kitap bu. Kirish so'zda tinglab o'tsak, onundan biz ma'lum nima uchun degan savolga javob topa olamiz. Kirish so'z. Sözler Rahman ve Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlanadi. Biz shundoq boshlaymiz ve onun suyumlik Rasuliga salat, oila tavobitiga, ashabiga ve onun yo'lida yashab, onun yo'lida vafot bo'lganlarga
cheksiz salomlar bo'lsin. Nima uchun imomlar va sultonlar? Bu shuning uchunki islom ummati bugun kelgan qo'rqinch holatning tarixdagi eng cho'ng sababi nima deb so'ralganda tuvandagi ikki sababni ko'rsataman. Birinchi, nabaviy xalifalikning saltanatga almashishi, ikkinchi, ijtihodning yo'qotilishi. Bu ikkisini bir sababga bog'lashga to'g'ri kelsa, ikkinchisini birinchisiga bog'layman. Ummatning 15 asrlik tarixining eng cho'ng yarisi saltanat balosidir deyman. Chunki saltanat ijtihodning dushmani bo'lib, xuddi kecha bilan kunduzga o'xshash bir bor yerda yana biri mavjud bo'lib turolmaydi. İctihat ve saltanat deganda tabiiy holda ijtihodning vakili imomlar ve saltanatning vakili bo'lgan sultonlar hamda bu ikkisi orasidagi tarixiy kurash aqlimizga keladi. Bu kitob mazkur tarixiy kurashning faqatla 150 yillik qismini asosi tema qilmoqda. İmamlar ve sultanlar arasındaki bu en kadimi tarihi kurashni tushuntirishdan burun ijtimoiy ve siyasi o'sma bo'lgan saltanat haqida to'xtalib o'tishimga to'g'ri keladi. Fitrat ve yaratilish jihatdan bir taqoqning tishlariga o'xshash tang qilib yaratilgan insonlarning bir-biridan farqlanib turadigan layoqat ve qobiliyatlarini o'z turidan bo'lgan başka insanlara karşı hükümranlık vasıtasına aylandırılması için Allah Teala kitabında adalet terbiyesi vergen idi. İslam bu terbiyenin en amibab ismi. Elçiler onu yetkizgen en münevver kişiler idi. Geometrinin tili bilen aytganda İslam tilga algan adalet terbiyesi yaratgan egimizning oldida insonlar fitrati jihatdan hammasi bir tuz siziq ustida bo'ladi, barobar bo'ladi. Qur'onda inson va farishtalar uchun hamisha ijobiy ma'noda qo'llanilgan sab hukmi mana bu tuz siziqdan nimani nazarda tutganligimizni aniq ifodalab beradi. Adolat tuyg'usi hokim bo'lgan bir to'plamning a'zolari zulüm tüzümleridikiga o'xshash bir-birining müyrisiga yoki boshlarga dasab yuqori o'rilishning o'rniga o'z oldiga mazmut turish orqali yaxshilikda oldiga o'tib ketish uchun tirishidi, musobaqalashadi. Bir jamiyatda adolat o'rnini zulmga bo'shitib berganda bu tuz siziq dumchishga boshlaydi. Sab holatdagi jamiyat o'ziga hukmron bo'lgan besim sababidan bir yerlardan egilib asta piramid shakli hosil bo'lishga boshlaydi. Bu ahvolda jamiyatdagi yaxshilikda baslashning o'rnini boshqalarning beshiga dasab piramidaning cho'qqisiga yomishish musobaqasi egilaydi. Shunda qilib har boshning ustida birsining puti bo'ladi. Adalet tuyg'usi hokim bo'lgan jamiyatda barliq boshlar Allohga bog'langan bo'ladi. Saltanat jamiyatida boshqa, boshlar podshohga bog'liq holga keladi. Podshoh bo'lish puti barliq boshlarning ustida bo'lish degan ma'noni bildirdi. Saltanat sab holatdagi jamiyatning piramida shaklini elishi bo'lib, adolatning o'rnini zulm olgan bundaq bir jamiyatda piramidaning cho'qqisida turganlarning o'rnini saqlab qilishi, pastkilarning beshini ko'tarmasligi bilan zich munosabatlik. Bu holatni saqlab turish uchun eng ustida turganlarning pastkilarni maqsadli holda padiga aylantirishi zarur. Bu holatda pastkilar izzat va hurmatini pido qilib, beshiga dasab turgan putni ko'tarishga mahkum bo'lgan holda yashab, dunyo va oxiratlikini qo'ldan berib qo'ydi. Saba 31, 32, 33 oyat, Nisa
97. ayet. Ve ya ki zulüm ve harlık razı olmay yeryüzünün varisi oludu. Biz ziminde buzak kılınğanlığa merhamet kılışını irade kılımız. Ulanı yol başçılardan kılışını, varis kılışını irade kılımız. Kasas 5. ayet. İlahi adaletke tayanmağan her təlim terbiyenin insanlar üstüdeki öz rolünü cari kıldır şekli asasen okşup gidiyor. Bu demokratiya degenge okşaş, köp sallıkçı tüzümler üçün okşaş. Miras kılıdığan sultanlık piramidlerinin çokusu tolumu uçluk ve birlik kişiye has boladı. Bir qancha grupidan tashkil qilingan demokratik piramidlarning cho'qqisi Aflatunchi va ko'p kishilik bo'ladi. Demokratik sultonlik piramidasining Aflatunchi qurilgan pallasida manfaatdorlar, tanlanganlar, qora kuchlar va hokimiyatni o'rtoqlashgan boshqa kuchlar o'ltirdi. Bu xil tuzumlarga ko'p sonliqchi deyilishning hikmatimi sultonlarning bir emas köp buluşudun kelgen bolsa gerek. Toplumlarning adaletke tayangan sep sistemisini bozup, saltanatga tayangan piramidani o'ttirib chiqarg'uchlar bilan bu piramidaning shakllanishida ixtiyoriy yoki majburiy holda saltanatga pashtoq bo'lib bergan tuban qatlamdagilar o'ttirsidagi kurash piramidaning ustiga chiqishni xohlaganlar bilan u yerni burun egelgenler arasındaki namertlerce davamlaşıdığan küreş ve adalet talimatı İslam'a uygun olmayan haletini his kılıp bu piramida yani zulüm tüzümünü kayıtıdan tüzsüzlük yani sep haletine keltirişini arzuqlıqalla elip beravatkan şerefli küreşten ibaret okşaş olmayan iki şekilde namayen buludu. Baştakilerinin eziş yoki ezilishdan ibaret iki yolu var idi. Ular bu baştakilerinin eziş yoki ezilishdan ibaret iki yolu var idi. Ular bu iki yoldan başka bir çıkış yolu izlemedi. Ular bardığan joyi cehennem boğan yani Nisa 97. ayet zayıflardan buluş yoki tekebbür buluşun ibaret iki hatalıktan birini tanıdı. Onlar bu manfaat görüşüde galiba kılsın yoki mağlup olsun. Netice yanına ulanın zihni oldu. Tarihte görülgen hanedanlar yoki sultanlar arasındaki saltanat kavgaları bunun en roşen delilidir. Keyinkiler olsa imanları ezilişini red kılganlık için Nisa 97. ayet 5'inin üstüge deseydiğen putlarını görüşünü ve imanlarının takazzasıga karata ezgücülerden buluşunu muhalamagan. Cemiyette adalet berpa kılışını boynudaki bir periz dep bilgen. İmanlarının yani Sep 14. ayet, Nehil 90, Nisa 58. İmanlarının takazzası nimeni talep kılgan bolsa şunu kılıp saltanatning her türüge karşı çıkkan idi. Bu karşılıkni şaraitga qarab amaliy hareketi, fikir düşüncesi ve kalbi bilen elip bargan idi. Undaqda zulümge uçurganda sükut turishni tilsiz şeytanlık dep qaraydigan, zalim hükümranga qarşı haqiqatni jakarlashni sözlerinin en yaxşısı dep bayan qilgan. Bu muamelesi tüpeyli ölgenlerini şehit ilan kıldıgan bir talim, yani İslam'nın pida ilanın bugünkü hali qandaq ahvalda. Şair iqbal etqandek, bugünkü din düşüncesi bilen Allah Cibril aleyhisselam arqılıq Muhammed aleyhisselama nazil qılgan. Resulullah bizge yetküzgen din bir-biriga o kadar oxşamaydı ki, bu farqning çoğunluğu Allah'ni, Cibrilni, elçinimi heyran qaldıratdı. İnsanlar qurutulgan göşügen bir ayalının oğlu bolgan bir Resulullah'ның onuğa almas taş taqıgan, altın taxtda oltuğan, zər yektek kiygen bir Resulni tasavvur qilishadi. Faqat tasavvur qilib qalmay, ömür boyu bular
Faqat tasavvur qilib qalmay, ömür boyu bulardan uzaq turgan Nabidin keyinkilarga miras qolgan xotirini bu tasavvurlarga uygun keladigan bezaklar bilan bezishetdi. İnsanlar bir bandiga o'xshash yeb ichadigan, bir bandiga o'xshash yashagan bir rasulga ishonishning o'rniga tasavvurlardagi Qaysar va Kisraga o'xshaydigan bir rasulga moyil bo'lishga boshlagan edi. Uzun gapning qisqasi, insanlar bir bandiga o'xshash yashashdan bakroq Qaysar va Kisraga o'xshash yashashni orzu qiladi. Öz hayatını Hazreti Nebi'nin hayatıga moslashtirishni xohlamaganlar Nebi ve o yetkizgen dini tasavvurdagi hayatga moslashtirishga uringan edi. Bu xil moslashtirish xalifalik islom davlatiga o'xshash hukmlarni o'z ichiga olgan edi. Bu sababdan siyosat sahnasiga chiqqan musulmonlar o'zlariga Rasulullohning bandi siyosatining o'rniga insonlarga qullarim deb kunib qolgan saltanat sohiblarining piramida siyosatini o'rnak qilgan. Kallasidagi davlat tushanchisini onunga qarata shakllantirgan edi. Ko'ngilni g'ash qiladigan bu ahvol meni mazkur sohada pishiq bo'lgan o'qimishlar Ko'ngilni g'ash qiladigan bu ahvol meni mazkur sohada pishiq bo'lgan o'qimishlar bo'shliqi mavjud ekan degan qanoatga elib keldi. Bu bo'shliq islom siyosat nazariyalari sohasida emas, aksicha butkul nazariyalarga ul solgan dastlabki tarixiy o'rnaklar sohasida mavjud edi. Bu asar mazkur bo'shliqni o'z oldiga to'ldirish muddaosining emas, balki hijratning dastlabki 150 yillik o'rnaklarini asos qilgan holda nabaviy va sultoniy siyosat o'ttirisidagi asos farqlarni ko'rsatib berish tirishchanligining bir mahsuli. Bugun saltanat siyosiy hayotimizdan bakrak tushuncha va tuyg'ularimizga hokim. Allah Rasuli jahiliyat bilan birlikda mahkum qilgan va bizdan emas degan asabiylik, saltanatchi tuyg'u va tushunchalarimizni uzuqlandırıp turduğan mənbə. Allah'ın dinindən yüz örgənlərinin quludan o dinin amanatı elinib, onunla layiq və sadiq bolğanlarga birildiğanlığı Qur'ani bir haqiqat bulub aldığımızda turdu. Maide 54, Hadid 38, Raid 11, Səb 5. ayetlər qarasaq buludu. Bu haqiqatning aksini isbatlamoqchi bo'lgandek, balalar dumtushgan yerdan tura oladi degan gap bilan oyatlar ochiq bayon qilgan haqiqatni yolg'onga chiqarmoqchi bo'lganlar Madinada, Makkada, Andalusda va shunga o'xshash nurg'un yerlarda dumtushgan balaning 100 yillardan beri texshi o'rnidan turolmaganligini unutib qolishgandek qiladi. Ular dinning sobiq bo'lganlarning emas, sodiq bo'lganlarning ekanligini bilmiz kerak. Irqchilikdan texmi xatarlik, azg'unlik bo'lgan asabiyat, ya'ni tarafvozlik har xil shaklda namoyon bo'lmoqda. Muhtoj bo'lgan quvvatning tomirlardagi isil qonda mavjud ekanligi masalasiga to'ydirilmasdan ishondirilgan har cho'ng kishilar asabiyat morfini bilan uxlatilib, qo'llaridan islomlari tortib olingandan keyin hozirgacha resipmenda paskashlik ishida lider bo'lishdan, yetakchi bo'lishdan, islomning bayroqdorlaridan va 3 qit'ada ot choptirishdan so'z qildigan bo'lsa, ularni hushiga keltirdigan puroq ya bir kun harimiy ismat kichi suzilib bo'g'izga o'tkazilgan va o'ziga hidiling bo'yniga astim deyildigan kupurning sisq tağırı yoki boboqlarning chechini aqartadigan o kunning qayturg'ili bo'lmaydigan dahshati bo'ladi. Kuchlik bilan haqliqning kurashida bizdan deyish bilan kuch qudrat tarafda bo'lgan saltanatchi mantiq shakli jihatdan bo'lmasa-mu qalb va nafs tarafdan takabburlikqa moyil bo'ladi. Bu mantiq tarixga va hodisalarga
egizden qaraydı. Piramidaning töpüsüdün qaraganlarga töven taraf chiroyli ko'rinadi. Bizden degan sabab bilan hodisalarga haqning emas, kuchlikning ko'zi bilan qaraydigan bu bir taraflama qarash tabiiyki qaragan narsalarni aslidan uzoq shaklda ko'rsatadi. Bir misol. Ondan keyin Xalifa Marvan Shamga qaytib, ikki qo'shin tayyorladi. Bulardan birini xalifalik davosi bilan isyon ko'targan Abdullah bin Zubayrga qarshi Hijozga, yana birisini Iroqqa avatdi. Hijozda Abdullah bin Zubayr tahdidi kuchayishga boshlagan edi. Bu qurlar zalim va fosiqni dahi va siyosatchi, suiqasd va yedigerlikni farosat va siyosat deb tushundirgan bir arab tarixchi İbrahim Hasan'a ait. İmam Azamga murjiya mafkurus kuydirishga petingan bu zatning Hazreti Talha va Zubayrning qotili. Birinchisi o'z qo'li bilan o'ltirgan, ikkinchisini Amr bin Jarmuz ismli kishiga o'ltirgizgan. Hazreti Osman nomidan aytgan yolg'on so'zlar va salbiy qilmishlar sababidan Osman raziyallohu anhuning beshiga chiqqan, saltanati mazgilida qilmagan zulm qilmagan Marvan bin Hakemni xalifa, Abdullah bin Zubayrga o'xshash muttaqi va mujohid Abdullah bin Zubayrga o'xshash muttaqi va mujohid bir kishini isyonchi va xatarli kishi qilib ko'rsatishi uning tushunchasidagi xatolikni elib kelib chiqqan. Bu bir qarash, lekin qandoq tushunganligi o'ttirdi turibdi. Bu bir taraflama xato qarashdan keyin mashhur hadisshunos Ibn Majarning qalamidan bu voqealarni o'qib o'taylik. Yazidning o'limidan keyin paydo bo'lgan hokimiyat boshlig'idan foydalanib Abdullah bin Zubayr xalifa bo'ldi. Sham ahlining ba'zi joylardan boshqa joylar uningga itoat qildi. Marvan uningga qarshi xalifalik da'vosi bilan isyon ko'tardi. Fathul Bari 12-jild 297-bet. Bu bir qarash. İkisi arasında 180 gradus farq var. Saltanat merkezlik tushuncha masalani Xalifa Marvanga qarshi to'polonchi Ibn Zubayr shaklida bayon qilgan bo'lsa, adil maydonda turib bayon qilishni muvofiq ko'rgan Ibn Majar Marvan Ibn Zubayrga qarshi xalifalik da'vosi bilan to'polon qildi deydi. Mashhur olim Ibn Majar Asqalonining pozitsiyasi angliq bir tanlashdan maydonga chiqqan. Onu bu tarafda turishga majbur qilgan narsa zulmga bo'lgan nafrati, adolatga bo'lgan intilish edi. Oldinqisining bir taraflama qarashi agar angliq bir saltanat maddohligidan bo'lmagan bo'lsa, burunqi saltanatchilarning karmiliga qaytilganlikdan kelib chiqqan. Bu karvonning eng beshida Karbala voqeasidagi Yazid tarafdori saltanatchi pozitsiyasi sababidan Qozi Abu Bakr ibn Arabi va boshqalar o'rin olmoqda. Bu xil kishilar tarixiy voqealarni insonni markaz qilib emas, balki sultonni markaz qilib tushunganlik uchun chiqargan yekillarimi shuningga o'xshash bo'lmoqda. İslami siyaset sultani siyasatga rasmiy holda almashgandan keyin siyaset sohasidagi buzg'unchilik va burg'ulanish aqida va tushuncha sohasidami maydonga keldi. Buzg'unchilikqa uchragan va burmalangan aqida va tushunchalar saltanatni himoya qiluvchi kuchlar va ularni qo'llagan ulamolar tarafidan rasmiy iqimga aylandi. Qo'shtirnoq ichida ulamolar. Shuningdan e'tiboran din deyilganda Allah Resulü ve ashabi yaşagan İslam emas, İslam bilan bağlanışı mümkün bo'lmagan sultani İslam meydonga keldi. Adaletning o'rniga zulmga tayangan bir siyosatni haqliq ko'rsatish uchun ba'zi ilm hammallari ommabop va so'ning iqishiga qarab ish tutilgan siyosat nazariyalarini ijod qildi. Bu nazariyalarning xalqaro mustamlika mashinasining chaqaga yog' bo'lib berishining oldini olg'ili bo'lmasligining sababimi dal musulmonlarning o'z tarixidan bexabar qolganligidan kelib chiqmoqda. To'g'ri,
musulmonlar o'z tarixiga qaysi nuqtadan qaraydi? Musulmonlarning bugungi holga tushib qolishida bu qarashlarning belgilik ta'siri bormi? Bo'lsa, qaysi darajada? Kitobxon bu savollarga bu kitobni o'qigandan keyin texmi aniq javobga erisha olishi mumkin deb qaraymiz. Shundaqdimi bir kirish so'zi doirasida musulmonlarning o'z tarixiga qaysi nuqtada turib qarayotganligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bugun mavjud bo'layotgan yuzlanishlarni 3 nuqtada turib analiz qilish mumkin. Birinchi ushug'allar, ikkinchi chetga qaqqanlar, uchinchi muqaddaslashtirganlar. Birinchi ushurg'anlar. Bo'lib bu kitob alayda to'xtalmoqchi bo'lgan tarixiy davrlari uchun nuqtaliq to'xtalgan birinchi ushurg'anlar. Bo'lib bu kitob alayda to'xtalmoqchi bo'lgan tarixiy davrlari uchun nuqtaliq to'xtalgan bo'lgan bu pozitsiya ko'pincha yaxshi niyat sababidan kelib chiqqan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Nimali bo'lmasin tarix ismi-jismiga loyiq qoldi bo'lib o'tgan hodisalar zanjiri bo'lib, uni o'zgartirish mumkin emas. Tarixdagi xatarlik chog'larni yushirish uchun tarix yozish yo'lini emas, tarix yaratish yo'lini tutgan ba'zi yaxshi niyatli tarixchilar bu g'ayratini tarixni o'zgartirishga qadar ishlatgan. Bu muomala 3 nuqtadan xatarlik. A. Tarixni yushirish mumkinmi? Buni munozara qilsak bo'ladi, lekin mumkin bo'lgan taqdirdami, buning durust emasligi aniq. Tarix xatosi va to'g'ri tarafi bilan bir ibrat g'azinasi. Faqat to'g'ri bo'lgan foydali qismini olib, xatoliklarini yushirishga tirishish haqiqatni yaqalaydiganlar qabul qiladigan pozitsiya emas. Bu Qur'oniy uslubga uyg'un emas. Agar tarixiy shaxslarning ibrat bo'lish uchun xatoliklarini aytish xato bo'lgan bo'lsa edi, har narsalar bilan mo'jiza bayon bo'lgan Qur'on bunda qilmagan bo'lardi. Odam va Yunus alayhissalomlarning Qur'onda tilga olingan qissalari buning ro'shan o'rnaklari bo'la oladi. B. Siz tarixingizda o'zingiz uchun xatarlik deb qaragan ba'zi batlarni qasddan yepib o'tish uchun avara bo'layotgan vaqtingizda islomga husumat saqlayotgan dushmanlar haliqibatlarni o'zlarining manfaatiga moslashtirib, birga 5 ni qo'shib yezib nashr qilmoqda. Yaxshi niyat bilan qilgan bu muomalangiz orqali qo'lga keltirishni o'ylagan manfaat bu shaklda bir jinoyatga aylanib ketadi. Bo'lib shu yaqinqi 200 yildan beri buning ko'p o'rnaklarini ko'rdik. Musulmonlar jamiyatiga mansub bo'lgan, ammo asonla boshqa tarafga moyil qilib bo'ladigan o'qumuş kishilar xuddi boshqa sohalardagidek o'z tarixlarini o'rganish uchun g'arazkor sharqshunoslar yozgan muqomlarni o'z xalqining huzurida aytishdek g'aflatga mubtalo bo'lishdi. Misrdan Taha Husayn, Ahmed Amin, Türkiye'den Abdullah Cevdet, Hüseyin Cahit'e o'xshash kishilar buning tipik örnekleridir. S. Tarixni yushirishning foydasi uni oshkorlab tushunish va hikmetini bilishga tirishishning oldida hech nimaga arzimaydi. Ishonchlik manbalarga tayangan sog'lom bilimlarga asosan tarixni o'rganmagan bizlarga saxta manbalarga tayangan o'ydirim ma'lumotlar orqali tarix o'rgatmoqchi bo'lgan boshqalar chiqadi. Tarix engi ega bo'lmagan nasllarning kelajakka sog'lom qadamlar bilan yurish qilishidan umid kutguli bo'lmaydi. Tarix engi tarixni buzish, bo'rmalash va yushirish bilan emas, balki oshkorlab va tushuntirish orqali to'g'ri izohat turg'iziladi. Bu birinchi turdagi yushirilganlarning 3 xil ifodasini ko'rdik. Endi ikkinchi turdagi tarixni chetga qaqqanlar. O'z tarixi haqida jo'ylaydiganlar g'ariblashishning ta'sirida tushuncha va tuyg'u jihatdan aslidan yiroqlashish bosqichiga kirganlarning ichidan chiqadi. Bular ichki dunyosida g'aribliklar oldida
özünü tüben ko'rish kesiliga giribdor bo'lganlikdan hushini yo'qotib qo'ygan vaqtida ajdodining diniy va tarixiy qadriyatlariga eg'izlaridan mazg'ablarini chachirtib, kishi qabul qilolmaydigan darajada hujum qilgan, kelinkilik vaqa paydo qilgan kishilardan bo'lib chiqmoqda. Salman Rushdie bu turlarning eng yangi cins örneklerinden biri. Üçüncü, tarixni muqaddaslaştırganlar. İslam rad qilgan va jahiliyatga mahkum qilingan asabiyliklardan biri bo'lgan tarix asabiylik. Bu tushunchada ba'zi tarixiy davrlar oldi bilan muqaddaslaştirilib, chiqilg'ili bo'lmaydiganligi e'lon qilindi. Tabiiyki buning uchun ba'zi dalillar ta'minlandi. Ayet kerimlerinin en bonbağır şekilde burumlanış ve zorlap düşendiriş usulları bilen mezkur hadislerden toplangan bu deliller, bazı tarihi baskışlarının ibret süpütülü paydalanışını halagan kişilerin aldığa kımırlamaz kozuk kılıp kekilirdi. İslam'ın siyasi tarihi adil bir pozisiya bilen yıkılışıp, Hicri 1. əsrdəki bəzi siyasi vəqələrini obyektiv bir noktadan küzütüb, baha verməkçi bolğan səmimi musulman, mutafəkkür və alimlar qaralaş hərəkətlərinin nişanı bulub qalıdı. Seyyid Qutb və Mevdudiga oxşaş hörmətki sazavər kişilərmə bu xil yirginişlik hücumlardan xali bulanmadı. Bu sebepten tarixni düşünüşünü xalıqanlar bilen tarixin muqaddaslaştırganlar qat'i petişalmaydı. Allah'ın bendilerini nizami alemnin taqazzası bilen siyasi cihetden qatl qılgan saltanat hükümranlarını isil millet, şallık, tarix, asabiyetçiliki bilen muqaddaslaştırış arzusunun tigidi yatqan sebep mo dal düşünçü bolsa gerek. Bu kitabның asas temisi bo'lgan tarixiy davr haqida to'xtalish xuddi mina ko'milgan yerda mingishga o'xshaydi. Bu davr haqida to'xtalish nihoyat astoydillik va inchiklik talab qiladi. Bunday bo'lishning sababi mazkur davrda maydonga kelgan muhim voqealarning bosh qahramonlarining sahoba bo'lish ehtimolligi bo'lib, dal bu ihtimallik bazı kişilerini bu noktada haddidan ziyade sezgür kılıp koygan. Allah Resulü'nün kiremlik sahiplerine til uzatuş, ularning hürmetli sazaver isimlerini xunuklaştırış ve töhmetki koyuş elbette haddidan aşqanlıqdır. Kadirdan sahabelerle emas, adetteki insanlığıma tegişlik olmayan bir uslubda qo'llanish müminlik ahlakıma yaraşmaydı. Kimga qilingan bo'lishidan qat'iy nazar nohaqchilikning hammasi rad qilindi. Bu prinsip hayotdagilar va marhumlar uchun o'xshash kuchga ega. Bu noktada iymoni bor bir insonga yarashadigan muomala Qur'on qo'ygan shu o'lchamga bo'ysunishdir. Ulardan keyin keladiganlar shundoq deydiki, Rabbimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillerimizde o qarindoshlarımızga, müminlerge karşı düşmanlik, nefret payda qilmagin. Rabbimiz, sen nihoyat mag'firat qilg'uvchisan, mehribonsan deydi. Bu yo'l yo'ruq bütün müminlerge, o'zlaridan burunqi müminlerge hamda qusurliq müminlerge qiladigan muomalasini belgilab berdi. G'animat haqida nazil bo'lgan oyat-i karimning vəzninin məlum bolğunidək burunqilardan qəst alaydən muhacir və ənsarlar bulub, onlara qənimət haqqında fidakar bulub, keyinkilərini oylaş keraklığı tavsiyə qılınğan bolsa, keyinki nəsillərə ular toğruluq Allah'ın keçirim tilişi, fidakarlıq qılmağan bolsa, onlara qəlbədə öşmənlik saxlamasıqı alayda tavsiyə qılınğan. Ayətdən məlum bolğunidək xatalarga to'g'ri deyish emas, müminlarga qarata o'shmanlik saqlamaslik tavsiya qilinmoqda. Müminlarga o'shmanlik saqlamaslik haqiqatni yushirish yoki haqiqatga parvo qilmaslik ma'nosi bildirmaydi, albatta.
Adalet ve hakikat aşkı imanның taqazzası. Ötküzgen hatalıqqa kimden sadır boluşunun qat'i nazar hata deyiş ayıplanadigan pozisiya emas. Aksice hatani to'g'rini hata deyiş ayıplanishga ve rad qilinishga tegishli bir ish. Hataning hata ekanligini ishonchli dalillar bilan isbotlash ve ispatlangan bu hatalıklar edepten chetnamagan holda saboq elish uchun sharhlab berilishi kerak. Hata ekanligi aniq dalillar bilan ma'lum bo'lgan bir muomalani to'g'ri deyish ve bunu ispatlash uchun haqiqatni o'ngtay qilish. Hata ekanligi aniq dalillar bilan ma'lum bo'lgan bir muomalani to'g'ri deyish ve bunu ispatlash uchun haqiqatni o'ngtay qilish aldı bilan haqiqatning manbasi bo'lgan dalillarga, ondan qolsa haqiqatning o'ziga haqorat ve zulm qilganlik bo'ladi. Bo'libmi xatolikning ismini ijtihod deb atab, ijtihodning iborat bakmi muhim bo'lgan hukmlarni gumonlik qilib qo'yishning hech qanday haqliq bahanasi bo'lmaydi. Aqidada Resulullardan başka her qanday kişini günahdan xoli deb qaramaslik doimo qo'llanilgan prinsiplardan biri bo'lsa-mu, amaliyotda 10 minglagan gunohsiz xatodan xolilarni meydonga keltiradigan bir tushuncha bilan asr saodatni baholash, izohlash mumkin bo'lmaydigan zidlik bo'lishi kerak. Resulullohning ba'zi hadislariga asosan ro'shan ta'riflangan sahoba tushunchasi bilan mutaahhirun paklanganlarning sahoba tushunchasi orasidagi farq ochiq o'ttirg'a qo'yilishi kerak. An'anaviy sahoba sharisi bilan Resulullohning Hazreti Ömer an'anaviy sahoba tushunchasi bilan Resulullohning Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'ning tabiinlardan Said bin Musayyibga o'xshash ba'zi fiqhshunoslarning sahoba sharisi orasida cho'ng darajada farq bo'lishining aqidaviy siyosiy sabab natijalari inchkilik bilan ayrim tadqiq qilish kerak bo'lgan tadqiqot temasidir. Yani sahabe degan hukmni ba'zilar boshqa tushundisi, ba'zilar boshqacha tushundigan. Yani bunu tadqiq qilish kerak demakchi. Buxoriy ve Müslim'de rivayet kılıngan, sizlerden biringlar Uhud tegichilik altın infak kılsımı, ashabimden birisinin bir mut, yani bir xil aşık olacağım miktarı, hatta yeri mut sadiqsiga teng bulalmaydı. Hadisde tilgilingan, sizlerden biringlar deb hitap kılıngan, bu hitap qartılgan cemaat kim idi? Sahabem degeni kimler idi? Klasik sahabe izahatıqa asasen sizlerden biri deb hitap kılınganları mı ashabim deyiş gerek emas miydi? Yoki bo'lmasa Resulullah'ның nazarida sahabening başka bir alaydı izahatı var mıydı? Allah'a fi ashabi deb başlagan Tirmizi'de rivayet kılgan hadiste sahabelerge karşı qo'pollik qilganlarga qarata sahabelerim haqqida Allah'tan korkunlar, Allah'tan degan so'zlar bilan azarlagan kishilar kimlar edi? Klassik tabir bo'yicha sahabe haqqida Allah'tan qo'rqishi agahlandırılgan kişiler mi sahabe deb atıladiganlardan emasmidi? Beyhaqining bir rivayetida Hazreti Ali ishida Resulullah'ni ko'rgan nurg'un kishilar bo'lgan bir toplumga eng oxirgi kunlarda qilgan bir nutqida so'zni Resulullah'ning sahabeleri deb boshlab, ularning aloyidligini ta'riflagandan keyin mundaq hukmni chiqardi. Aranglarda ularga o'xshaydigan birasini ko'rolmadim. Örneklerini ko'paytirish mumkin. Maqsadimiz muqaddaslaştirilgan sahabe hukmini bahane qilib, fiqhshunoslar bilan qarshilashish emas. Bu hukmga Resulullah bergan to'g'ri ta'birni tepishga tirishishdir. Resulullah sahabelerim deb atagan aşı altın nesilge aql hushi joyida bir kishining o'chmanlik ve nafrat tuyg'usi bo'lishi mumkinmi? Yana islomning o ig'ir kunlaridagi do'stlarga til tekkizish
va ular haqida yomon gap qilishdek bir gunohga qaysi musulmon ishtirok qiladi va yoki mushundaq bir oshqunlikqa qaysi musulmon sukut qilib tura oladi. Sahabelerning nom sharifiga til tekkizilgan adabsizlikni tunji bo'lib ijod qilgan va uni rasmiy buyruq bilan xutbalarga yerlashtirgan Amaviy xalifalarning bu nachar qiliqlarini mahkum ayblamasdan yana tahi bu nachar sunnati sayyiani davom qilg'izish, adolat va ihson bilan muomala qilishni buyurgan Allohga qarshi isyon qilganlik bo'ladi. Shuning bilan birga sahobalarni masxara qilmaslik uchun jonlarini fido qilgan aziz islom shahidlarining shahodati orqali tikilgan ulgulik ruhiga xiyonat qilganlik bo'ladi. Bo'libmi bu kitobda qatl qilinishi bayon qilingan Hijr bin Adi va uning o'xshash Alloh Rasulining pak sahabalarini haqoratlamaslik uchun jonlarini fido qilgan aziz shahidlar o'rnaklarimiz emasmi? Haqorat sahabalar uyoq tutilsin, odatli kishilar uchunmi to'limi yirginishlik bir qilmishdir. Onun ustiga islom ne'mati ularning soyasida bizga yetib kelgan, jonlardan tortib barlig'ini Allohga atib etgan hamda Qur'onning madhiyasiga sazovor bo'lgan ansar va muhojir, ya'ni o'z ifodasi bilan ashab-ı kiram madhiya va yaxshi ko'rishga loyiq. Ya'ni Qur'onning madhiyasiga sazovor bo'lgan Ali Imron 110, Baqara 143, Fatih 18, Tavba 100-oyatlarga qarasak, uni ko'ralaymiz. Bu madhiya va muhabbat sahabelarni muqaddaslashtirib, ularga cheqilg'ili bo'lmaydiganligini e'lon qilishni emas, balki ularni tushunishga tirishish, bizga o'tkazib bergan bayroqni yerga tushirmaslikni taqozo qiladi. Ular faqat o'rnak bo'lib qolmasdan, yana biz uchun birer ibrat. Ağır sınaqlarını beşini ötküzgen bu neslinin mol tecrübelerinin paydalanışqa tosalgı bulunğan her qandaq muamele ve bununla kes kelmez pətivala çıkarış İslam ve Müslümanlığa hayır elip kelmeydi. İniq bilishga tegishli bo'lgan yana bir ish, İslam siyaset tarixinin tunji ana mezheplerining hammasi Hijri 41-yilgacha bo'lgan mezgilda o'tirg'i chiqqan edi. Bu isimlerini köp anlaydigan ve payda buluş tarihi arka görünüşü bu aserde tədqiq kılıngan Şia, Murciiye ve Mutezilerini temsil kılgan şəxslər ya birinci evlatqa sahabeler ya ki olmuş ikinci evlat yine tabiinlağa mensup insanlar idi digellik buludu. Bu mezheplerine nispet kılıngan insanlar başka bir yerden import kılıngan bo'lmasdan, şu devirdeki Müslümanlar işirin çıkan kişilerdir. Bu hakikat nazarda tutulganda tarihteki bazı devirler muhafazakarlıkları tüpeyli mukaddesleştirişini oylaganlarının samimiyetimi soğuçlaşkan buludu. Hatalıklarının ismini ictihat koyganlarının bu kitapta acayip sergüzeşçisi bayan kılıngan Resulullah'ın arkasında durup cihatga ketilgan Abdullah bin Zil-Huveysira at-Tamimi ve şunun o'xshagan misallarning ular bekitib olgan o'lchamlarga bek tushmaganligi ko'zga chiriqmoqda. Allah Qur'onda ochiq qilib fasih deb xitob qilgan kishi va shuningga o'xshash kishilar uchun elib berilgan burmulashlar odamni ishondirolmaydi. Bu tür pozitsiyaning oqibati Murciyadek saadet asrida muayyanlashtirilgan munofiqlarni Allah saqlasin, sahabe deb qaraydigan holga elib bordi. Bu tamponsuzluk, yani bu muvazanatsizlikning boshlangan tarixini ta Hijri 1-asrning 1-charikiga surish mumkin. Texi Raşid xalifalar davrida o'tirg'i chiqqan davolg'ushlar ve ulardan keyin xalifalikning mecburi holda zo'rliq bilan saltanatga aylantirilishi, arqa-arqadan o'tirg'i chiqqan mazhablar bilan kelgan siyosiy manbalik, aqidiviy ve fiqhi ixtiloflarning qayta o'qiyman yani.
Bu muvozanatsizlikning, ya'ni tengpongsizlikning boshlangan tarixini ta hijriy 1-asrning 1-choragi surish mumkin. Texi Rashid xalifalar davrida o'ttirg'a chiqqan davolg'ushlar va ulardan keyin xalifalikning majburiy holda zo'rliq bilan saltanatga aylantirilishi, arq-arqidan o'ttirg'a chiqqan mazhablar bilan kelgan siyosiy manbalik aqidaviy va fiqhiy ixtiloflarning jangi jidallarning urushga aylanishi va imomlar bilan sultonlar o'tirisidagi din davolari bilan birlikda bütün bularga o'ng so'l u bu yerdan qatilgan nafrat va qon davolari. Chang tuzang tüpeylidan kimning kim ekanligini farq qilolmagudak darajadagi bir sharoitda bugun ismi eng ko'p tilga ilinib, shaxsiyati eng az tonilgan kishilardan biri bo'lgan İmam Ebu Hanifani tarix sahifasida ko'ramiz. Ebu Hanifa Rashid xalifalardan keyingi mezgilda bir-biridan ayrılgan haqiqat va kuch-qudrat orasidagi tinimsiz kurashda kuch va kuchlik tarafga yonbosmasdan haq va haqiqatning yanida turgan va buni hayoti bilan isbotlagan bir shaxs. İmam saltanatga qarshi ijtihodga vakillik qiladi. Tarix bo'yicha barliq saltanatlarning ro'shan aloyliklaridan biri ijtihodga dushman bo'lishi edi. Bak uzunga ketishning hojati yo'q. Teqi 5 asrning oldida Sayda Qodisiyning ijtihod qilyotidi degan ishbuyullik xabari bilan o'limga hukm qilingan danglik fiqih olim Zeynuddin bin Ali 1505-yildan 1558-yilgacha yashabdiganning gunohi va oqibatimi İmam Azamniki bilan o'xshash bo'lmagan edi. İjtihod bilan saltanatning yan-yonga kelishi mumkin emas. Birining tuzilishi o'zgarmas, yana birining tuzilishi statik, o'zgarishchan edi. Barliq qadimgi va hozirgi saltanatlar fikr tushunchalarga va tafakkur qilgan kishilarga dushman edi. İjtihod tushunchasining imonning turtkisida ulashgan eng yuqori palla, ya'ni aqlning eng ulug' mevasi edi. Elbette, ijtihodning yanida bo'lgan olimlar bo'lganga o'xshash saltanat tarafda turgan saroy ulamolari bo'lgan. Hijriy 40-yilda bir-biridan ayrilgan haqiqat va kuchni birlashtirishga tirishgan mujtahidlar birdan yo'qtilib, maydon saroy ulamolari qolganda qilgan tunji ishlari haqsiz bo'lgan zolim kuchni haqli qilish bo'ldi. Sultonlarga kishilarni bostirib ular ustiga qurib olgan saltanatlarini himoya qilish va qandoq qilsa texmi uzun saltanat suraydiganligini uyutadigan siyosat nazariyalarini paydo qilishga bu haqda kitob yozishga boshladi. O'zlarini İmam Azamning varisi deb da'vo qilganlar ichidan hukmdorlarining hech qanday bir axloqiy qimmatga bog'lanmaydiganligini aytgan danglik saroy ulamosi Makyavelli'den qilishmag'ilak shaxslarga chiqdi. Ahli sunnat ismi ostida Murjiyaning e'tiqod va ko'z qarashlarini tarqatgan bu kishilarning ichi bo'lganda hukmdorlar nima ish qilsa qilsin hikmati hukumat sababidan edi va uningga aralashmaslik hatto bo'yin egish kerak edi. Nabaviy yo'lning izbosarlari bo'lgan imomlarning sultonlarga qarshi elib borgan kurashlarida nima bo'lishidan qat'iy nazar bir kuch ekanligini isbot qilgan vaqtida sultonlar ilmning va olimning ahamiyatini to'nib yetib, har xil maqom va amal va'dalar bilan ularni setib olishga urindi. Buningga unmaganlarni parakanda qilishga va yoki tahdid selib qo'rqitishga urindi. Ularning bu tahdidlardan qo'rqib qolmagan mujohid ve muttaqi ulamolarni birer fursat tepib ujuqtirishdi. Ulardan bo'shagan o'rinlarga o'zlari beqib samritgan ulamolarni qo'yishdi. Xalq hijriy 300-yilning o'tirlari qadar saroy ulamolariga qaratgan hushyorliklarini davom qildirdi va ularga iltifot qilmadi. Uningdan keyin xalqning tabiati o'zgardi. Ammo İmam Azam vakillik qilgan imomlar yo'lini bo'ylab mangan olimlar az bo'lsa-mu
her əsərdə çıxıb durdu. Əlbəttə, bu yol tərəfdə turmağan, büyük imamның mənevi miraslarına varis qılmağan, onun sultanlar qolu bilan tökülgən qinini yaymichilik qilib setib xərcləb turibmi, özünü onun məzhebidən deb dava qılğanlarmı az emas idi. Bular yer yüzü adalet nizamının kapaletçisi bo'lgan Mubin kitap, yani Kur'an'ni Kaysar ve Kisra'nın işığı kılınған şekilde izahladı. Bugün mu öktüçü yolunun mensupları hükümdarlardan şikayetçi buluş, Allah'ın təqdirine karşı geldik buludu degendek hikmetlik sözlerini tanlap turgan bolsa, bu murci'i demokratik saltanatlarının kölengisi aslında hayatını parazit kuruttek devam kılmatıdı degellik buludu. Büyük İmam Ebu Hanife'nin onun yolunu boylap menvatkallar tarafından yeterlik derecede tonup yetilmezki, yukarıda ta'kidlagan muqaddas qilib etishga onun qurban qilib etilganligi sababidan bo'lmoqda. İmamning qancha qatim hajga borganligini, qancha qatim xatm qilganligini so'zlab, madihlab tugatanmaganlar, onun saltanatga tutgan örnek pozitsiyasi va shahodat bilan yuqori pallaga chiqqan ömürlük kurishini ko'rmasga salmoqda. Qo'lingizga bu kitobning 2 bölümü Büyük imamning dal mushu untulishga yuzlangan mujohidlarga xos kishiligini qalamga oladi. Onun faqat fiqhda emas, siyosatdami imam ekanligini ko'rsatib berishga tirishadi. Bu haqda so'zlashga tegishli hamma narsani bayon qildik deyolmaymiz. Kuchimizning yetishicha ko'pchilik, ya'ni mo'tabar, ishonchli deb qabul qilgan tunji manbalardan foydalanib yozilgan bu asar nubuvat ve saltanat arasındaki farqni tushunishda foydasi bo'lgan bo'lsa, haqiqiy maqsadiga yetgan bo'ladi. Asosli qismini Qoyirada qalamga olgan vaqtimda bu asarning daktiloda yezib chiqarilishida ajri singan qarindishim Fatihqa bu yerda rahmat aytaman. Tirishchilik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Qadrli qarindoshlar, demek bu kiriş sözümün ait uzunken 52 minut oldu hazır. Bu kitabını oxuşdaki məqsədimiz biz özümüz İmam-ı Azam, yani Ebu Hanife'nin ki fiqhi mezhebide, Maturidi'nin ki itiqadi mezhebide da Şərq Türkistanlıq Müslüman, Türk Müslüman de bilimiz hem de özümüzde çoğunda düşendirimiz başqalarına. Bu cəhətdən Ebu Hanife'nin ki siyasi tarihi övünülməklik, yuşuruluqluq. Şuna biz bu Ebu Hanife'nin ki qılğan küreşlerini saltanatlarga qarşı haqiqatni yorutish uchun qılğan küreşlerini bir ögünüp çıqsaq, xalqimizga yetkizsək, foydası var degan maqsadda bunu o'qidik. YouTube kanalimizdan tadbiryay.com deb kesanlar yerni anlatın inşallah sizlar. Anchor.fm yantosizlik tadbiryay deb kirsanlar, tadbiryay radiodan ko'ralaysizlar. fb.com yantosizlik tadbiryay deb yazsanlar Facebook'taki betimden buni tinşalaysizlar qadrli qarindoshlar. Ana olsa hammanglarni Allohga omonat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.